Assalomu alaykum Mijons kanalining kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 22-iyun biz o'zimizning xonadonda Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad molni rasmini qo'yib sizishda hozir yana bir qator yangi ko'rayotganlar uchun qo'yib o'tib ketaman. Mana ko'rganlaringdek yana bir marta shu molimizni rasmini qo'yib o'tib ketdim. Kelganda shu kichkinagina bunaqanda necha pulga oluvdingiz, qanchadan beri boqyapsiz, qanchadan beri turib qoldi, bu foyda bormi yo'qmi degan akalarimizga bir qator bir ko'rsatib bermoqchiman. Hozir qachon olingani, hozirda bir kunlik yegan yemini bir oyda necha pul rasxod qilganimni haligi ideal yemda o'tgan safargi videoyimda ko'rsatdim. Bu videoda ko'rayotganlar u videoyimni o'tib bemalol ko'rishlari mumkin. Yem to'g'risida batafsil ma'lumot berilgan. Uni hozir endi bu molimizni bir kunlik ozuqasi necha pulga to'g'ri kelyapti, bir oyligi necha pulga to'g'ri kelyapti va bu molimizni necha pulga olganmiz. Hozirda 8 oydan beri boqayotgan bo'lsa, 8-oy ketyapti. Necha pul rasxoti bo'ldi, necha pulga sotsa ketadi. Hozir buni sizlar bilan birgalikda gaplashamiz. Bu molimiz bir kunda 5 kilogram ertalab, 5 kilogram kechpayt, bir kunda 10 kilogram silos yapti. Mana silos 10 kilogram 1000 so'mdan 10 ming so'm bo'ladi. Ideal yem bir kunda ertalab 1 kilo, kechpayt 1 kilo, 2 kilo yem yeydi. Mana 2 kilogram 5200 so'mdan 10400 so'm bo'lar ekan. Xo'sh, ko'rganlaringdek, nonning videoyimda shu yemini berganini ko'rganmiz. Mana somondan silosga ozginchagina qo'shib beramiz. Somonni bilan suviga bir kuniga 2000 so'm hisoblasak, mana bir kunlik rasxoti 22400 so'mda to'xtayapti ekan. Hozirgi bir kunlik rasxoti buni 30 ga ko'paytirsa 672 ming so'm. Bu molimizga hozirgi kunda shu oxirgi 2 oy ichi 672 ming so'mdan rasxot bo'lyapti ekan. Endi bu molimizni mana olingan narxi 5 million 300 mingga olingan. Boshida xo'sh, bu molimiz boshida kelganda 250 ming ham yegan, 300 ming ham yegan, sekin 400 mingga chiqqan. Hozir oxirgi 2 oy ichi hisoblama shu 672 ming so'mdan oxirgi 2 oy yeyapti. Undan oldingi 6 oyda 300 ming 400 ming har xil yegancha общий 400 mingdan 8 oyda ko'paytirsak mana yegan rasxoti 3 million 200 minglik yem yebdi. Mana hozirda 5 million 300 mingga olingan, yegan yemi 3 million 200 ming. Hozirda bizda shu molimizni shu holatda turishi, to'xtashi 8 million, mana 8 million 500 mingda turibdi ekan. 8 million 500 mingda turgan bo'lsa, buni bir oy oldin olib sotar akalarimiz kirdi uyimizga. Bizga kelishalmay qoldik. 12,5 million pul qilishdi. O'sha 12,5 million qilishgandan keyin ham bizim molimiz ancha o'sdi, yana ancha foydada, xudo xolasa. Xo'sh, bir oy oldin 12,5 million qilishgan bo'lsa, mana buni 12,5 millionda ayirib olsak, 8 oyda mana 4 million foydada bor ekan. Hozir bu 12,5 lik xonasidan yana ancha o'sdi. Xudo xolasa bu gapim bilan nima demoqchiman? Iloji boricha kichkina bo'lsa ham, joylaring bo'lsa, mana ham molxonam hozir uzoqroqdan ko'rsataman. 3 ta molga joy bor. 3 metr, mana 3 metrga orqa tarafi yo'laq bo'laklari bilan 5 metrga borib bormaydi. 3 ga 5 joyda mana 3 ta molga joy qilib eplasa bo'ladi. Yana bir chorva boqqan qo'ymi, molmi hech qachon yutqizmaydi. Go'sht yildan yilga oshyapti. Kerak bo'lsa inflyatsiyani ushlab berib turadi. Qo'lingizda naqd pulingizni chiroyli qilib ushlab berib turadi. O'shaning uchun yegan rasxoti bilan olingani mana shu 4 million foydada turibdi. Bir oy oldingi olib sotar akalarimiz so'ragan narxda 4 million foyda turibdi. Undan tashqari hozir yana bir oy ichida ancha o'sdi. Hozir bu holatida masalan 14 ga endi bermayman. O'shanda 13 ga olib ketaveringsan bir oy oldin qimmatsirashdi. Men arzon
dedim, bermayman dedim. Kelisholmadi. 500 ming so'm pulga kelisholmadi. Hozirgi holatda endi mana 1 oy o'tdi. 14 millionga bermayman. Hozir o'shanaqasiga hisoblaydigan bo'lsa 5-6 million foydasi bor. Deganimki, shu iloji boricha qo'llaringga pul tushdimi, kichkina bo'lsa ham bo'zachasini olib tashlab qo'yinglar. O'sadi. Bo'zacha olib tashlasaring ham o'sganiga pul qo'shiladi, ham semirganiga pul qo'shiladi. Mana molimiz hozir kechki yemlarni bo'lib mana chiroyli bo'lib turibdi. Buni xudo xolasa, o'zi aslida buni rosa yuvosh mol. Sigir qilmoqchi edim. Men sigirga hozir vaqtni ko'p yutqizib berganman. O'shaning uchun buni yemlab olib, kuzda sotib, xudo xolasa o'rniga tayyor bolali sigir olmoqchiman. O'shaning uchun yemini kuchaytirib olman. Shu oxirgi 2 oy ichi yemini kuchaytirdim, xolos o'sha hisobga berib yuboraman deb. Bo'lmasa shu o'zim qochirtiraman deb ana qilsam, ko'pchilik akalarimiz maslahat berishdi. Uni o'rniga semirtirib soting. 3 ta tuqqan molda o'rniga olib baylab bersangiz, o'shanda puli to'g'ri kelaveradi deyishdi. O'shanga jicha-picha qo'shamiz, ya bo'lsa. Xudo xolasa kuzda bu molimizni qassobga beramiz, o'zi naqdga sotamiz, ko'ramiz. O'rniga bitta ena bola sigir olamiz. O'sha sigir yo'nalishida endi faoliyat olib borib ko'rmoqchiman. Qana bo'larkin, buqa boqib ko'rdim. Mana xonajin ham boqyapman. Endi sigir qilib uydalar ham maza qilib tutishadi, xudo xolasa. O'sha maqsadda sigir qilmoqchiman. Hozir 17 ta mana molimizni yemxonasi bo'lardi. O'sha molimizni yemlarni hozir baqa olib chiqib berdi. Ashitga 3 ta qo'yga qo'yxona qilyapman. Xudo xolasa uni ham ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Mana akalar, sekin-sekin ishdan bo'shagan mahalimda quryapman. Poltaxtali bo'ladi. Endi hozir bunga poltaxta qo'yaman. Eshigi mashitdan bo'ladi, gideti. Oldida oxir. Xo'sh, 170 ga 1,5 bo'lyapti. 3 ta qo'yga joy bo'ladi. Oldini tunka qilib oldiroq olib kelib qo'yaman. Go'ngi dumalab tushadi, axlatga olinadi. Mo'g'oz stashiyani quyib berdim. Ukuloni bor, unida chuqur bor. Shu chuqurga siydiga oqib ketaveradi. Xudo xolasa, bu qo'yxonamizni stashiyani qurgandan keyin metrlarda ohoylab, chiroyli qilib ohoylab, oldini ham buzib yuboraman. Shabada kiradigan qilib. Bu qo'yxonamizni bitkizib, xudo xolasa, qo'y tashlaganim ham videolarini ko'rsataman. Xudo xolasa tez orada. Molni orqa tarafdan ko'rsataman desam, shunday qorong'ilik qildi. O'shaning uchun mana yonidan ko'rsatib beraman. Ancha uje, shu 2 oy bo'ldi. Osh qassobga berib yuboraman deganimdan beri yemlashni boshladim. Ancha bo'ynilari ham to'lib qoldi. Xudo xolasa, kelgan yemimizni ko'pchilik qanchadan qo'shyapsiz deb kommentariyalarda ham so'rashibdi. O'shanga men javob berib bermoqchiman. U akalarimizdan so'radim, grammini qanchadan qo'shyapsizlar desam, bitta odamga aytuvdik deydi. Kimdir oz qo'shib berdi, kimdir ko'p qo'shib berdi, kimdir oz qo'shib berdi, foydasi yaxshi bo'lmadi, yemda effekti bo'lmadi deb bizdan olishdi. Kimdir ko'p qo'shib berib, molini ichini o'tkazib bordi. O'shaning uchun qanchadan qo'shayotganimizni aytmayapmiz. Endi hech kimga o'zimiz o'shani bir xildar qilib tayyorlab sotyapmiz. Tez orada xudo xolasa chiroyli qilib nom berib, qoplarga qoplab butun O'zbekiston bo'yicha yemxonalarga tarqatish niyat bor. Faoliyat kuchaytirilyapti. Xudo xolasa tez orada sizlarda yaqin o'rtalarida yemxonalarda ham mana shu yemimiz paydo bo'ladi. Chiroyli qopda qadog'langan holatda chiroyli bitta nom beramiz. O'shani sotuvga chiqariladi. Kimga zarar bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'tgan safargi videoda akamizning nomerlari bor. Telefon qilib aloqa etsalaring. Vodiy bo'yicha 1 tonna yemni 100 ming so'mga olib borib berishadi yo'l kirasi. Yemda o'zining narxi 5200 so'mdan ideal yem. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin. Mana yemimizni bir qator nomerini ko'rsatib o'tib ketaman. 91 664 74 94 bemalol telefon qilib dastlabki chaqirtirishlaring mumkin. Yemda foydasi men uchun yaxshi. Endi kim uchun qanaqa, kimgadir atalay yoqadi, kimgadir somonni o'zini beradi, molini zo'r yeyapti, po'kkilatib uryapti deydi. Endi qasini foydasi qanaqa, uni boqqan odam o'zi biladi. Men uchun shu yem yaxshi, qulay bo'lyapti. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.